Sizga savol toping, musulmon bo'lsangiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyolarining nomi nima edi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin bir oycha suv va ovqat yemasdan vafot etgan tuya nomi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan so'ng o'zini quduqqa tashlab vafot etgan eshak nomi nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u daraxtga suyanib sahobalarga xutba qilardi, ammo bir sahoba minbar yasab bergan kuni u daraxt yig'lagan. Siz toping u daraxt nomini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Makkadan Masjidul Aqsoga olib borgan hayvon nomi nima edi? Payg'ambarni tanimaydigan ummat bo'ldik, savollarimiz javobni bilmaydigan odamlar ko'p ekan, rostmi? Qo'lingiz og'rib qolsa ham like bosing, barakat topkur behayo videoga like bosganingiz kabi.